Shoshilinch. Janubiy Isroilda qattiq zarbalar. Vaziyat nazoratdan chiqmoqdami? Yaqin Sharq yana alangalanmoqda. So'nggi daqiqalarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Eron tomonidan berilgan raketa zarbalari Isroilning bir nechta strategik shaharlariga yetib borgan. Bulardan Arad, kuchli portlashlar, vayronalar, ayrim manbalar ko'plab qurbonlar borligini aytmoqdalar. Beersheva havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar to'xtamayapti. Odamlar panagohlarda. Elat, janubiy hudud ham xavf ostida. Eron tomonidan yo'llangan raketa zarbalari shaharni vayron qilmoqda. Va nihoyat Isroilning strategik shaharlaridan biri Demona eng og'ir nuqta. Qurbonlar va o'nlab jarohatlanganlar haqida xabarlar. Binolarga jiddiy zarar yetgan. Bu oddiy holat emas. Demona strategik hudud. Bu yerdagi har bir zarba butun mintaqani larzaga solishi mumkin. Donald Trampning boshlagan urushi Amerika xalqi va manfaatlariga mutlaqo qarshi va hech qanday xavf solmaganligini, aksincha, sionistik rejimni qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqning milliardlab dollarlarni havoga uchirganligi tanqid qilinmoqda. Ayni vaqtda bu mantiqsiz, Isroil manfaatlariga xizmat qiluvchi qirg'in barotda Eron xalqining birdamligi va matonati sabab qo'li baland kelmoqda. Trampning NATOdan so'ragan yordami javobsiz qolgani Trampga berilgan shapaloq bo'ldi. Butun dunyo xalqlaridan o'lpon yig'ib, qo'shtirloq ichida dunyo prezidenti sifatida o'zini ko'rayotgan Tramp obro'si mutlaqo tushib ketdi. Hatto AQSh Kongressi va uning yaqin mulozimlari ham Trampni birin-ketin tark etmoqdalar. Eron tomoni haqida qarashlar. Ayrim kuzatuvchilar Eron jamiyatining birdamligi va qat'iyatligi kun sayin ortib borayotganligini, bu esa vaziyatni yanada murakkablashtirayotganligi haqida fikrlar yuritmoqdalar. Xulosa, vaziyat juda jiddiy. Siz nima deysiz? Bu voqealar katta urushning boshlanishimi yoki siyosiy o'yinlarning davomimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mehnatimizni qadrlash maqsadida like bosib, obuna bo'lishni unutmang.